Assalomu alaykum hurmatli amaklar. Bugun xudo xolasa servisimizda Cobalt mashina olib qo'yamiz. Mashinamizda 2024 xudo xolasa bunga 4-avlod metan uстановкасini ishlab berganmiz. Xo'p, оборудованиеlar, ya'ni bunga qo'yilgan jihozlar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, sizlarni X Xitoy original reduktor bo'ladi. Garantiyasi 1 yil, Aton 2 bilan ham polniy birebir tortishib biladi. Cobalt Gentra Nex 3 Sparkle uchun вообще zo'r reduktor, lekin ko'pchilik trekkera qo'yib yuribdi. Trekkera bu ko'proq gaz yetirib bera olmaydi. Siltash holatlari bo'lishi mumkin. Shu o'rni e'tiborda bo'lib qo'yasizlar. Datchiklerimizdan 4-paketini original bo'ladi. Hamdasa bunga ordinarniy 0.2 injektorning bahosini hisobladik. 0.3 injektor bilan bosib berdik. Sababi 0.2 imiz hozir gamin turibdi. Shuning uchun 0.3 injektorlar bilan bonus desak ham bo'ladi buni. Bu narx ko'tarilish bo'ladi baribirda. 0.2 ning bahosini bosib berdik. Akkuratniy uстановкаga bir qator e'tibor etib qo'yamiz. Shri-Lankada Fagumint original. Ko'rib turganlaringizdek, kraskasi qirilmaydi. Kraskasi qiriladi uni bu Xitoy bo'ladi. Shishib ketadi. May desa bo'ldi-da. Bu Shri-Lankamiz o'zi protivodorniy deymizmi, shunday bir yaxshi mashina Shri-Lankalardan hisoblanadi. Blok upravleniyamizga kiradigan bo'lsak, ya'ni boshqaruv upravleniyamiz Stack Gofas 200 hamma Cobaltga qo'yadi. Buni ham original bor. Prosta ehtiyot bo'lasizlar, servisga kelsangiz, servisning o'zida sizlarga bafurcha ma'lumot berib o'tamiz. Xitoyning chip bo'lishi haqida, originalning chip bo'lishi haqida. Arka qismini o'tadigan bo'lsak, arkasining egasi ko'proq yo'l yuriydigan va bu yoqqa qidirishmalar qilaman dedi. 90 lik balon tanladi. Buni ham MMSdan tanladik, ya'ni Milliy metal sanoat texnologiya Germaniya ishlab chiqaruvchi O'zbekiston hisoblanadi. O'zbekistonda eng zo'r, eng qalin germetik kraskalangan deb aytamiz. Kraskasi tushmaydi, zanglamaydi. Shu balondan bo'ladi. Podstavkamizga e'tibor beramiz. Hamma ko'rsatib o'tamiz. Orqa tarafning teylarini, uporlari qo'yilgan. Hamma narsasi akkuratniy. Ugunliklar bilan tortilgan. Asosiy narsasi do'shib bu yerdan tortsa bu jonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun biz ugunlik qo'yib seri tasmani o'zini tortamiz. Hamda krugovoy, ya'ni rezinkalarni qo'yib beramiz. Polaborot esa Xitoy original kraniklar, zapasnoy prujin shaklida bo'lgan trubkalar. Ko'rishingiz mumkin. Balonimiz ham mo'sh yonlashib turibdi. Cobalt o'zi takvarlikka 90 degan narsa bildirmaydi. 80 ham yomon emas, 90 dan yutib beraveradi. Orqasiga eng yaxshi mashinalardan hisoblanadi. Xo'p, probeklarimizni ichki qismini ko'rsatib o'tamiz. Bunda mashinamiz 2207 kilometr yurgan hali. O'tgan yilgi mashina olingan, egasi Moskvada bo'lgan. Haydab kelib, shu bizani ko'rib YouTube'da xizmatimiz yoqqan, gap so'zimiz yoqqan, narxlarimiz yoqqan, aslında o'zi original vajni arzon bahada qo'yib turibmiz. Ya'ni Xitoy vajni original bahasida qo'yib bergan yerlar ham bor. Shu yerlarda ehtiyot bo'lasizlar. Mashinamiz metonda ishlab turibdi. Kulchatorlarni, ya'ni kiltni tena tushirib berganmiz. Даже kulchatorlarimiz ham LED 600 degan variantda bo'ladi. Xo'p, motorni ishlashini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Motorimiz takiz, hech qanday detonatsiya boshqa yo'q. Injektorlarimiz shumlar ham kam. Haydab, xudo xolasa ko'rib, test drive etib beramiz. Kimga shunday sifatli, chiroyli uстановkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar. Xizmatingizda shu Comfort servis. Quyida pastda nomerlarimiz qoldirilgan. Obuna bo'lishni, toza mashinasini uстановka etishni bizlarga tavsiya etamiz. Kranikimiz yoddan chiqibdi. Kranikimiz ham, ya'ni Tixash polaborot kranikdan hisoblanadi. Trubkalarimiz ham akkuratli o'tirilgan. Ertaga vozdux filtrini almashgan vaqtida hech qanday hech kim bir şey etmaydi. Qarab qo'yasiz. Rahmat, sog' bo'linglar hurmatli obunachilar.